Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Bozor va biznes kanalining qadrli obunachilar. Bugungi videomizda eng arzon narxlarda butun konteynerlar va konteyner mahsulotlar narxini yoritib beramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, manzil Toshkent shahar Sergeli Xonoboddan bo'lyapti. Ekranda sotuvchi akalarimizning nomerlari bo'ladi. Lokatsiyasini Bozor va biznes Telegram kanaliga tashlab qo'yamiz qadrdonlar. Kelib ko'rib, bo'lmasa telefon orqali aloqaga chiqsang, butun O'zbekiston bo'yicha kelishilgan narxlarda yetkazib berishyapti. Videomizni boshida bittadan like bosib, tanish-bilishlarga jo'natib qo'ysang, kimgadir foydasi tegib qolishi mumkin. Bu yerda o'sha konteyner mahsulotlarini olib sotaman degan akalarimiz, ukalarimiz uchun platforma qilib tayyorlab berishyapti ekan. Ya'ni bitta furaga 6 tani maydalab jo'natishadi. Olib borib sizlar masalan o'zlarining territoriyalarida sotsalangan bo'laveradi. Qanimiz bo'lmasa narx-navoni yoritib berishda boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizimsiz, charchamayapsizmi? Onlayn dard ko'rmasin. Rahmat, Allohga shukr. Ustaga narxlar xudo xolasa juda ham arzon, ha? O'sha aytib o'tganimizda yangi konteyner maydamonlar sotmoqchi bo'lgan akalarimizga platforma shaklida ham jo'natilaveradi. Xudo xolasa, yangi biznes boshlayman, yangi kontni boshlayman deganlarga ham qilib beramiz. Qilib beriladi, xudo xolasa. Yetkazib berilaveradi kelishilgan narxlarda. Xo'sh, aka bu yerda 12 metrlik 6 metrlik konteynerlarni yangi, eski hammasidan topsa bo'ladimi? Hammasidan topsa bo'ladi. Qanday boshidan $600 dan eng arzonini qimmatiga qarab ketaveradi. Eng arzoni endi hali yaroqsiz bo'lib qolganlar bo'ladi. Xitoyga yuk jo'natishga yaroqsiz bo'lib qolganlar bo'ladi. Ular $600 dan boshlanadi. Lekin skladga ishlatsa bo'laveradi. Skladga yo'q, unaqa darajada skladga bo'lmaydi. Bo'lmaydimi? Endi ko'proq metallomga olishadi. Metallomni hisobiga o'shanga $600 dan olishadi. Endi skladga, domiklarga bo'ladiganlari 650 dan boshlanadi. 650 dan boshlanadi. 6 metrliklarimiz. 6 metrlik. 12 metrliklarimiz aka. 12 metrliklarimiz bo'yi past bor, 260 tashqaridan, ichi 230 bo'ladi. Ularimiz $1300 dan. $1300. $1300 dan. Bo'yi baland tashqaridan 290, ichi 260 bo'ladi. 1350 dan boshlanadi. 1350 dan. Endi bu boshlanadi deganimiz ko'pchilik skladga so'rayapti. Bu narsani skladga bo'laydigani 1350 dan. 1350 dan. Ko'pchilik dastlabkasi ichidami? Yo'q, dastlabkasi ichida emaslik uchun arzon. Endi bu dastlabkasi har xil bo'lgani, misol uchun yaqin Jizzax bo'lib qoladi, Qashqadaryo bo'lib qoladi, Surxondaryo bo'lib qoladi. O'shani hisobiga hammasini yo'l kirasi har xil. Tushunarli. Bitta Toshkentdan yuklab berish xizmati ichida. Shu ichidaligi uchun shunaqa arzon. Shuning uchun arzon. Endi aka masalan kimdir o'sha shu biznesni yo'lga qo'ymoqchi bo'ladi-da, platforma shaklida. Ya'ni shunaqangi maydalaysizlar-da, aka, jo'natasizlar. Shunday emas aka? Shunaqa. Bitta furaga nechta sig'adi o'sha? Bitta furaga 6 ta sig'adi. Endi taroz borligini hisobiga. Ilgari taroz yo'q paytda 10 tadan kesib jo'natadi. Endi taroz borligi uchun. Endi hozir taroz bo'lganligi uchun 6 tadan ketyapti. Tonnasi 23 tonna 500 bo'ladi. U qanchadan to'g'ri keladi o'sha maydalab tayyor qilib berishlar? Maydalab endi ichida endi ko'pchilik qassoblar oladi. 5 ta yaxshi bo'ladi, yo bo'lmasa 4 ta ideal zo'r bo'ladi, 2 ta o'rta hol. Endi o'rta holi chirik bo'lmaydi. Polida perdelkasi bo'ladi. Polida perdelkasi. Kesuvchilarga, pol sotuvchilarga shunaqa tushunadi, o'zi tushunadi. Tushunarli. Значит, 1000 qancha dedik platforma? 1460 dan. 1460 dan. Zakat beradi. Misol uchun qancha bo'ladi? 8000, 10000, $8000 atrofi ag'a-bag'a bo'ladigan bo'lsa bir mashina yukimiz 2000 zakat beradi. Misol uchun keladi, o'zi ko'rib 2000 zakat beradi, borgandan keyin qolgan pulni beradi. Beraveradi. Tushunarli. Shunaqa. Xo'sh, bo'lmasa shu yerdan boshlayveramiz konteyner mahsulotlarni. Mahsulotlarimiz. Xo'sh, listlarimiz qanchadan berilyapti? Listlarimiz tomlis, yonlis, 95 dan. 1 kvadrati. 1 kvadrati tanlab olishga. 95 ming so'mdan. Xo'sh, eshiklarimiz-chi butun mana eshiklarimiz 500 dan, bir qanoti. Bo'yini o'chasi. Kattasi, kichkinasi. 480 dan bo'yi pasti. Bo'yi pakanasi. Eshik ruchkalarimiz. Eshik ruchkalarimiz 55 dan uzuni. Kaltasi. 48 dan kaltasi. Eshikbozlarimiz 5 ga 10. Ularimiz 100 dan. 100 ming so'mdan. Xo'sh, qadrdonlar, bu yerda nima deydi? Ob'yom katta, prosta nima deydi? Yoyilib yotibdi, o'shani hisobiga chepchazga o'xshab ko'rinishi mumkin. Lekin akalarimiz asosan o'sha butun O'zbekiston bo'yicha o'pitim arzon narxlarda katta ob'yomda yetkazib berishadi. Endi ko'proq yukni ushlab turganimiz yo'q, tez-tez klientni o'ziga
o'sha nimasiga tarqatib joyiga jo'natib yuboryapmiz. Ha. Past xudo xolisa har kuni yuk chiqib ketyapti. Tushunarli. Xo'sh, aka, butun konteyner tagi ham sotilaveradimi? Tagi ham sotilaveradi. Qancha bo'ladi aka butun? Tagini yuklab berish ichida bizda 7 million 500 mingdan. 7 million 500 ming so'mdan. 7,5 million so'mdan mana shu tagi ko'priklarga qo'ysa ham bo'laveradi. Bo'ladi. Endi ko'pchilik hali 12 metr aroqni ustiga shunday qo'yamiz deyapti, lekin 12 metr aroqni ustiga bo'lmaydi. Endi o'rtaga ustun qo'ysa yo bo'lmasa tagi xori to'qiydigan bo'lsa, o'shanda ko'taradi. Bor bo'yiga ko'tarmaydi lekin. Yo'q, bor bo'yiga ko'tarmaydi. Endi o'shani ham tushuntirib aytib ketish kerak. Ko'pchilik telefon qilyapti, tushunmayapti. O'shaning uchun tushuntirish holatida gapiryapti. Tushunarli. Xo'sh, aka, endi bu chanalarimiz-chi? Chanalarimiz 500 mingdan. 500 ming so'mdan, ha? 500 ming so'mdan chanalar. Xo'sh, bu yoqqa keladigan bo'lsa, mana bu yerda bunday 6 ga 6 profillar, lagerlar hammasi bor ekan. Mana bu yerda ham bor ekan, aka. Mana shu yerda yuraylik bo'lmasa. Xo'sh, bu yerda bular metallmi, aka? Bular metallomga beryapmiz. Mana bularimiz-chi? Mana bir tomoni katta, bir tomoni kichkina deyiladi. O'zi aslida mana bu tomoni 3 bo'lsa, bu tomoni 7 bo'ladi. Mana standartni materiali bir xil ketgan bo'ladi o'zi aslida. Prosta darvozachilar, nimalar standart suyadi. Mana buni suyadi. O'shaning uchun buni sal qimmatroq qilib qo'yganmiz. Buni arzonroq. Buni klient kamroqligi uchun buni arzon qilib qo'yganmiz. Xo'sh, bularni qancha beryapsiz hozir kunda? Bularni 75 ming qilib beryapmiz. 75 ming so'm. Bularni 80 ming. 80 ming so'm, ha? 230 donasi. Bir donasi. Bir donasi. Qovurg'asi borlarchi? Qovurg'asi borlar 88 ming. Optimga berib turgan narximiz 85 mingdan beryapmiz. 85 ming so'mdan. Endi optim deganda nechta bo'ladi ustaga? Endi optim deganda eng kami 200 ta. 200 ta. 200 ta. Xo'sh, polliqlarimiz-chi aka? Polliqlarimiz laminat pollarimiz 130 ming so'mdan. 130 ming so'mdan. Laminatini mana laminatda mana bunaqa narsa borki, o'zi laminat shunaqa yo'li bor. Bularni 110 mingdan qilib beramiz. 110 ming so'm. Shuni ichidan zo'r idealni tanlab olaman deydiganlarga 130 mingdan qilib beramiz. Donasini 240 ga 116. Kvadrati 130 ming so'mdan. Kvadrati 130 ming so'mdan. Xo'sh, arzonliqlarchi bularni-chi? Endi bulari 110 mingdan bular. 110 ming so'mdan. Bularimiz-chi aka? 140 ga 116si 65 mingdan. 65 ming so'mdan bir kvadrat, ha? Bir kvadrat. Xo'sh. 163 ga 63. Buni kvadrati 60 mingdan. 60 ming so'mdan. 60 mingdan. Ideal, hali kimdir arzon beryapti, yomon bo'lishi mumkin. Yo'q, yomon emas. Mana holati вообще zo'r, ideal. Prosta narxini tushirib qo'ydik. 60 ming so'mdan, ha? 60 ming so'mdan kvadrat. Bunaqalari-chi ustaga? Bunaqalari 50 ming so'm. 50 mingdan. Bash polliqlarimiz 50 mingdan 130 ming so'mgacha bor, ha? Shundaymi ustaga? Xo'sh. Mana bularchi aka, mana bularimiz. Bular 190 minglardan qilib beraveradi. 90 ming so'mdan, ha? 90 ming so'mdan. Nerda molardan ko'rsatamiz? Xo'sh, mana konteyner yuklagani tayyor qirallar ham bor ekan. Xo'sh, bularni qancha qilib berasiz aka? Mana ko'pchilik molxona qilib tepasiga o'txona qilaman deydi, yo bo'lmasa nimadir mo'ljal qilishyapti. Usti shilingan xolos. Suyagi butun, usti shilingan. 220 mingdan donasi. Donasi. 240 ga 116. Kvadrat qancha chiqadi? Shu kvadrat 280 chiqadi. 278, 280. Qanchaga to'g'ri keladi o'shanda? 70 ming atrofiga to'g'ri keladi. 70 ming so'mdan ekan. Xo'sh, bu tomon o'sha konteyner mahsulotlari. Xo'sh, chanani aytdik-a, 500 dan qilib beramiz deb aka. Chanalar 500 ming so'mdan. Bu nimalarchi palasalar? Palasalar o'sha 60 ming so'm. 60 ming so'mdan. Bu tomonda ham mana o'sha 50 minglik polliqlardan bor ekan, lagalar bor. Xo'sh, 6 ga 6 chi aka? 6 ga 6 ni 650 mingdan. 1170 bo'ladi, donasi 650 ming. Ana narigi tomonda ekan. 6 ga 6lar o'sha 6 qancha dedingiz? 600 mi? 650 ming. 650 ming so'm. Ko'proq olsa dastavkasi. Agar 100 ta 200 ta oladigan bo'lsa, mayli dastavka qilib beraman. Dastavkasi ichida. Tushunarli. Xo'sh, mana bularimiz aka, 3 ga 1 listlar. 3 ga 1 listlarimiz
500 mingdan tozalangani, Ha. 700 mingdan tozalanmagan. Tozalanmagan. Aha. Mana 1 metrliklarimiz qancha 1 beryapti? metrliklarimiz 22 ming so'mdan. 22 ming so'mdan. 93liklarchi? 93liklar 25 ming. 25 ming so'm. Ya'ni profil, shu videoga o'xshagan bo'ladi. Shunaqa. Tushunarli. Xo'sh, menimcha hamma ma'lumotni berdik. Kimga shunaqangi butun konteynerlar, konteyner mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda mana shu ustakalarimiz nomerlari bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Manzilni o'zingiz chiroyli qilib tushuntirib bering endi. Toshkent shahar, Sergeli, Xonobod. Toshkent shahar, Sergeli, Xonobod. Ha. Yana ham tushunchasi nimaroq bo'lishi uchun asfalt zavod deyiladi, Xonobod asfalt zavod. Yonida? Yonida. Xonobod asfalt zavodining yonida ekan. Bittadan like bosib, tanish bilishlarga jo'natib qo'yamiz.